Sabzining foydasi va zarari haqida bilasizmi? Hammaga salom. Bugun biz sabzining foydasi va zarari haqida gaplashamiz. Videoda siz sabzidan foydalaniladigan retseptlar, maxsus foydalanish usullari va muhim qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida bilib olishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Dr. Uz YouTube kanalida. Sabzini dunyoning turli burchaklarida bilishadi va sevishadi. Afg'onistonda dunyoga kelgan bu sabzavot deyarli hamma joyda yetishtiriladi. Uning foydasi haqida kattalar va bolalar bilishadi. Bu oddiy ildiz meva Yangi Zelandiya, O'rta Yer dengizi mamlakatlarida, Avstraliya, Afrika, Amerikada o'zini erkin his qiladi. Tayyorlanishi oson bo'lgan ildiz mevalari ajoyib ta'mga ega va ko'plab mashhur oshpazlik mahsulotlarining bir qismidir. Undan salatlar, sho'rvalar, asosiy taomlar, shirinliklar tayyorlanadi. Murabbo va konservalar tayyorlanadi. Hozirda sabzi shunchalik mashhurki, sayyoramizning har bir aholisi yiliga uni yangi va qayta ishlangan shakllarda 30 kilogrammgacha iste'mol qilishadi. Sabzavotning asosiy afzalliklaridan biri bu provitaminlar guruhiga kiruvchi beta-karotin bilan to'yinganligidir. Organizmda ushbu modda A vitaminiga aylanadi. Atigi 20 gramm kuchli adaptogen va antioksidant yaxshiroq o'zlashtirilishi uchun qaymoq bilan eng qimmatbaho elementning kunlik me'yorini ta'minlaydi va virus va shamollashdan saqlaydi. Sersuv ildiz mevalari 13 ta vitamin va 22 ta minerallar omboridir. Sabzi tarkibida askorbin kislotasi, C vitamini, tokofferol, E vitamini, kalsifirol, D vitamini, nikotin kislotasi, vitamin PP, filoxinon, K vitamini ham mavjud. B guruhi vitaminlari tiamin B1, riboflavin B2, piridoksin B6, foliy kislotasi B9. Bundan tashqari sabzi tarkibiga kletchatkalar, mis, kaliy, temir, marganin kiradi. Ildiz meva tarkibida insonning to'liq hayoti uchun zarur bo'lgan ko'plab foydali moddalar, makro mikroelementlar, aminokislotalar mavjud. Sabzavotning o'ziga xos qiymati shundaki, uning tarkibida kam miqdorda uglevodlar va kam kaloriya mavjud. Ildiz mevada to'yingan yog'lar va xolesterin mavjud emas. Bu qon tomirlari va yurak muammolari bo'lgan odamlar uchun muhimdir. Menyuga kiritilgan sabzidan tayyorlangan salatning atigi 2 porsiyasi kunlik A vitaminini iste'mol qilishni kafolatlaydi. O'simlik flavonoidlarga, tabiiy shakarlarga, lesitinga, shuningdek kletchatkaga boy bo'lib, qonda glyukozani normallashtiradi, yog' miqdorini kamaytiradi. Ildiz ekinlarida juda ko'p kraxmal, organik kislotalar mavjud. Sabzavotni turli xil yorqin ranglarga to'q, sariq binafsha, yashil va hattoki oq rangga bo'yovchi bioflavonoidlar va antosianinlar erkin radikal tomonidan hujayralarni yo'q qilinishini oldini oladi. Minerallar orasida temir, magniy, kalsiy, rux, marganit, fosforni alohida ta'kidlash mumkin. Dietologlar uning kam kaloriyaligini qadrlashadi. Ildiz meva tarkibida kaloriya miqdori past. 100 gramm sabzavot tarkibida 45 kilokaldan kam. Parhezga rioya qilingan odamlar sabzini jon bilan iste'mol qiladi. Atigi 1 grammdan biroz ko'proq, ammo bu organizm uchun juda muhimdir. Yog' deyarli yo'q. Undan 2 gramm va shakarning aniq bo'lishiga qaramay, uglevodlar ham 7 grammdan ozroq. Sabzini sog'lomlashtirish maqsadida foydalanish. Ibn Sino davrlaridan beri sharq tabiblari qat'iy ishonishgan. Ildiz mevalar, sharbat, urug', sabzi yordam bermaydigan tana a'zosining o'zi yo'q. Antik davrdan kelgan retseptlar turli xil zamonaviy dori-darmonlarning asosini tashkil etadi. Ular umumiy holatni yaxshilaydi, turli xil kasalliklarning asoratlarini rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Sabzi diuretik sifatida ishlatiladi. O'simlik ortiqcha peshobni haydaydi, shishni ketkazadi, qon bosimini normallashtirish vositasi, tinchlantiruvchi vosita, ovqat hazm qilish fermentlari sekretsiyasini kuchaytirish vositasi va ko'rishni saqlaydigan elementlardan biri hisoblanadi. Ildiz mevalarining ustki qismi va ildizini damlama, qaynatma, ekstraktlar sifatida qabul qilishadi. Eng qimmatli va samarali retseptlar bu termik ishlov berilmaydiganlaridir. Ayollar uchun foydalar. Sabzi ayollar uchun bebaho mahsulot hisoblanadi. Ko'plab ayollar har kuni sabzi iste'mol qilsangiz, qancha muammolardan qochish mumkinligini hattoki tasavvur ham qilisha olmaydi. Olma bilan tozalangan ildiz mevalar homiladorlik paytida sog'lom bolani ko'tarishga yordam beradi. Ular temir moddasi yetishmovchiligini qoplaydi va anemiya rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Har kuni ertalab xalq tabiblari maydalangan sabzi va olma bilan boshlashni
yakunlashni maslahat berishadi. Biroz diuretik ta'sirga ega bo'lgan sabzi sharbati shishlarni yo'q qiladi, sochlarni, tirnoqlarni mustahkamlaydi va pigmentatsiyani kamaytiradi. Sabzavot tarkibida ko'p bo'lgan B9 vitamini homilaning asab tolalari hosil bo'lishida qatnashadi. Bolaning xotirjamligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ortiqcha vazn bilan kurashayotgan odamlar uchun past kaloriyali sabzi salatlari shirinliklarni o'rnini bosadi. Metabolizmni normallashtirishga yordam beradi va qo'shimcha funtdan jimgina ajralishga imkon beradi. Bir dona olma sharbatiga qirg'ichdan o'tkazilgan bir dona sabzi bilan aralashmasini haftasiga kamida 2 marta iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agar siz maxsus parhezda bo'lsangiz, bunday salatlarni har kuni iste'mol qilish kerak. Erkaklarnikidan farqli o'laroq ayollar terisi mayin, shuning uchun tez qarishga moyil. Yangi uzilgan sabzidan tayyorlangan salatlar, qaynatilgan ildiz mevalardan foydalaniladigan taomlar tanani eng qimmatbaho moddalar bilan to'ydiradi. Haftada 2 marta kunni vitaminli salat bilan yakunlashni maslahat berishadi. Sabzi sharbatidan tayyorlangan kosmetik niqoblar ijobiy ta'sirini kuchaytiradi va qarishni sekinlashtiradi. Kletchatka ovqat hazm qilish jarayonlarini normallashtiradi. Ichaklarni va shu bilan birga terini shlaklar va toksinlardan tozalaydi. K vitamini yosh bilan bog'liq dog'larni kamroq sezilarli qiladi. Buning uchun yangi siqilgan sabzi sharbati bilan har kuni toza terini artib turish kerak. Shuningdek, tuxumdonlar sog'lom bo'lishi uchun ham sabzidan foydalanish kerak. Ildiz mevaning tepa qismidan tortib ildizgacha bepushtlikni, jinsiy a'zolar kasalliklarining oldini olish vositasidir. Shu bilan birga o'simlik mahsulotlari davolash o'rnini bosmaydi, ammo dorilar bilan birgalikda ular bebaho foyda keltirishini unutmaslik kerak. Erkaklar uchun foydalar. To'q sariq ildiz mevalarini muntazam iste'mol qilish erkak tanasining barcha tizimlarining faoliyatini yaxshilaydi. Libidani kuchaytiradi, urug'ning sifatiga ijobiy ta'sir qiladi. Erkaklar ratsionida sabzi jinsiy quvvatsizlikni unutishga, qon tomirlarini kuchaytirishga, erta qarish jarayonlarini, yallig'lanish kasalliklarini oldini olishga, prostatitdan xalos bo'lishga, vitamin yetishmovchiligini yo'q qilishga, immunitetni mustahkamlashga, stressni yengillashtirishga, gormonal darajasini yaxshilashga, og'ir metallarning tuzlarini chiqarib tashlashga yordam beradi. Sabzi peshob, safro tarkibidagi ortiqcha moddalardan xalos qiladi, bakteriyalardan yallig'lanishdan saqlaydi. Xalq tabobatida qo'llanilishi. Ibn Sino birinchilardan bo'lib ildiz mevalar, urug'lar va ildiz ekinlarining foydali xususiyatlari haqida yozgan. Ko'plab eksperimentlar davomida qadimgi buyuk tabib o'simlik plevrit, surunkali yo'tal, tomoq bilan og'rigan bemorlarning ahvolini yaxshilaydi. Sabzi urug'lari shahvatni qo'zg'atadi, siydikni haydaydi, ichakdagi og'riqni yengillashtiradi. Qaynoq ildiz meva gangrena kasallarini yengillashtiradi. Uzum sharbatida damlangan maydalangan urug'lar ayollarga sog'lom farzand tug'ilishiga yordam beradi, dedi Avitsena shogirdlariga. Vaqt sinovidan o'tgan qadimgi retseptlar bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Agar oshqozon ichak trakti patologiyasi bo'lsa, kechqurun 1 stakan qaynoq suvga 1 osh qoshiq urug' termosda damlansa, ertalab suziladi va 3 bosqichda ishlatishdan oldin issiq suv qo'shib ichiladi. Zaharlanish, ortiqcha ovqatlanish, sabzi sharbati asal bilan keng nisbatda suyultirilib, kuniga 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Kamqonlikda sabzi lavlagi turpni teng miqdorda aralashtirib tayyorlang. Kamida 100 kun davomida har kuni 1 taqsim 2 chashka iching. Sabzi bo'tqasi keksa odamlarga, homilador ayollarga, zaif immuniteti bo'lgan bolalarga kasallikdan xalos bo'lishga yordam beradi. Buning uchun bitta yirik sabzavotni qirg'ichdan o'tkazing, ustiga shakar yoki asal 1 osh qoshiq qo'shib iste'mol qiling. Sabzi tarkibidagi moddalar qon tomirlarini, yurak mushaklarini kuchaytiradi. Gipertenziyada sabzi sharbati, lavlagi, turp, xren teng nisbatda kiritilgan aralashmani qo'llash tavsiya etiladi. Aralashmaning 700 ml uchun siz 200 gram limon sharbati va asal qo'shishingiz kerak. Mahsulotni qorong'i va salqin joyda saqlang. Ertalab tushdan keyin va kechqurun 1 osh qoshiqdan iching. Protsedurani 3 oy davomida takrorlang. Gemoroy va varikoz tomirlarining oldini olish uchun ular 100 gram ildiz mevaning tepa qismi 1 stakan qaynoq suv bilan damlanadi va choy o'rniga ichiladi. Miokard infarktida sabzi sharbati antioksidantlar, vitaminlar va minerallarning manbai sifatida buyuriladi. Ertalab va kechqurun suv bilan birga 1 nisbatda suyultiriladi. Hozirgi kunda o'simlik negizida anemiya, tanzilit, surunkali bronxit, miokard infarkti, qon tomir patologiyasi, gipertoniya, ekzema, semirishning 1 va 2 darajalari, ich qotishi, gemoroy uchun ishlatiladigan o'nlab farmatsevtik preparatlar ishlab chiqarilmoqda.
kosmetologiyada foydalanishi. Sabzi teriga yoshlik eliksiri vazifasini bajaradi. Tetiklantiradi, vitaminlar tonusga keltiradi. Yuzning avvalini tortadi. Uyda sabzi sharbati yordamida tayyorlangan niqoblarning oddiy retseptlarini tayyorlash qiyin emas va natijalar sizni kuttirib qoldirmaydi. Albatta bu davolovchi vosita emas, ammo muntazam parvarish qilish albatta ijobiy samara beradi. Qariyotgan yuz terisi uchun niqob. Asal va sabzi sharbatini har biridan bir choy qoshiqdan aralashtiring. Tarkibini toza teriga surting. 15-20 daqiqadan so'ng salqin suv bilan yuvib tashlang. Terining elastikligi va tarangligi oshadi. Yuzni oqartiruvchi losyon. Bir choy qoshiq limon sharbatini bir xil miqdordagi yangi siqilgan sabzi bilan aralashtiring. Yaxshilab silkitib oling. Ertalab va kechqurun yuzingizni arting. Pigmentli dog'lar rangsiz bo'lib, yuz yangi ko'rinishga ega bo'ladi. Oddiy teri uchun niqob. Bir osh qoshiq kartoshka pyuresi, yarim tuxum sarig'i, bitta maydalangan sabzi sharbatini aralashtiring. Toza teriga surting. 20-25 daqiqadan so'ng salqin suv bilan yuvib tashlang. Bu tonik va tetiklantiruvchi ta'sirga ega. Yog'li teri uchun niqob. 3:2 nisbatda sabzi sharbati va tuzlangan karam sharbati bilan matoni namlang. Toza teriga surting. 10-15 daqiqadan so'ng iliq suv bilan yuving. Niqob yog'li yallig'lanishga moyil teriga ko'rsatiladi. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Ildiz mevalarni haddan tashqari iste'mol qilish yoki to'g'ridan to'g'ri mumkin bo'lmagan holatlar ko'rsatilganligi, shu jumladan 12 barmoqli ichak va oshqozon yarasi, ingichka ichakdagi yallig'lanish jarayonlari, pankreatit, kolit, sabzi allergiyasi zarar yetkazishi mumkin. Ushbu holatlarda qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar nafaqat xom va qaynatilgan sabzi bilan bog'liq, balki ishlatishdan oldin uni suv bilan suyultirish tavsiya qilingan sharbatda ham saqlanib qoladi. Bir kunda iste'mol qilinadigan mahsulot miqdori 300 grammdan oshmasligi kerak. Bu shartlar ildiz meva va urug'larga tegishli. Sabzi terining keskin sarg'ayishini, diareya, ko'ngil aynish va uyquchanlikni, bosh og'rig'ini keltirib chiqarishi mumkin. 6 oylikdan boshlab chaqaloqlarga sabzi pyuresi beriladi. Agar bola emizikli bo'lsa, sabzi diyetaga 1 yilga yaqinroq kiritiladi. Shunda ildizlarda mavjud bo'lgan kislotalar bolaning ichak shilliq qavatini bezovta qilmaydi. Ular asta-sekin qo'shimcha ovqatlarga o'rganib qolishadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Shuningdek, kanalimizda sabzavot va mevalarning foydasi va zarari hamda kasalliklar va ularni davolash usullari haqida ko'plab qiziqarli videolarni topishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'rsangiz, bundan xursandmiz. Siz bilan Doktor Uz kanali bo'ldi. Yana ko'rishguncha, xayr.